Tuz zararlimi yoki foydali? Keling ko'rib chiqamiz. Organizmga tuz yetishmovchiligidan juda ko'p kasalliklar kelib chiqyapti. Lekin bugungi kunda biz nima qilyapmiz? Juda ko'plarimizdan eshitganmiz, tuz ko'p yema, buyraklarimizga tuz yig'adi, ko'zimizni nurini juda ham pasaytiradi deb. Va shuning uchun juda ko'pchiligimiz tuzdan o'zimizni olib qochdik. Lekin bizning organizmimizga kerakli bo'lgan kaliy bu tuz aynan ichaklarimiz yaxshi ishlashi uchun, ovqat hazmimiz, ya'ni oshqozon kislotnisi normada bo'lishi uchun biz dasturxonimizga albatta tuz qo'yishimiz shart. Ayniqsa miqdori bilan. Har bir narsani o'z miqdori bor. Asalni ham og'zi shirin deyishadi. Shuning uchun o'z normada siz bir kunlik balansda o'z tuzingizni yeyishingiz kerak. Chunki kuni bilan yeyilgan tuzingiz sizni suv balansingizni yaxshilaydi, ovqat hazmingizni yaxshilaydi, organizmda to'liq regeneratsiyani yaxshi qiladi va sizga tuz haqida yana chiroyli bir retsept beraman. Agar siz kommentariyamga tuz haqida yana ma'lumot bering desangiz, chiroyli retsept beraman.